Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz obunachilari, hurmatli kuzatuvchilar. Hozirgi obzorimizda 11.05larimizda yangilangan Vipiskasini yana bir bor eshitmaganlar uchun narxlari hamda obzorlarini qilib beramiz. Videoni oxirigacha ko'rib boringlar. Eng oxirgi narxlarni aytib o'tib ketamiz. Xo'sh, akalar, bugun Namangan To'raqo'rg'onga mana shu 11.05larimizda yangilangan Vipiskasini 26 million so'm eng oxirgi narxlarida Namangan To'raqo'rg'onga chiqarib berdik dastavka qilib. Kimga shunaqangi mini traktorlar kerak bo'lsa, videoning tagiga raqamlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. Xo'sh, ma'lumotiga keladigan bo'lsak, qisqacha ma'lumotini berib o'tib ketamiz. Traktorlarimiz o'sha 11.05 motorlar bilan jihozlangan bo'ladi. Zubur 11.05 18 ot kuchli. Mana zavodskoy pasportlari, pasport yelkalari 2025-yil 7-oy ishlab chiqarilgan bo'ladi akalar. Xo'sh, bu yangilangan Vipiska traktorlarimiz ham eski Vipiskalari bilan motor korobkalari bir xil holatda bo'ladi. Yangilangan joylari mana shu inshor ichaklari. Xo'sh, quyontoshbaqa dastaklari o'zgargan, gazlari o'zgargan, gaz pedallari rushnoy qo'shilgan, 3 ta datchiklari qo'shib ketilgan. Xo'sh, yana yangiliklaridan balonlari oldingilarga qaraganda ozgina kattaroq legrovka bo'ladi akalar. Oldingi Vipiskalarga qaraganda bu traktorlarimizda ham doimgidek faqat orqa balonlar tortadi, oldi tortmaydi. Orqa balonlarni zavodskoy legrovka qilib ishlataverasizlar, oldi balonlarni esa perdilka qilish kerak bo'ladi. Bu traktorlarimizga ham jatka yoki boshqa narsalarni qo'yib bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Doimgidek komplegida 120 lik frezalari hamda kulchinabor pritsepnoylari qo'shib beriladi. Xo'sh, yana yangicha qo'shilgan narsalarga keladigan bo'lsak, signallari qo'yib ketilgan, zavodskoy dinamlari qo'yib ketilgan, ko'rib turganlaringdek, va ikkita mana shunday faralar qo'yib ketilgan. Mana shu qo'shimcha yangiliklari yangi Vipiskada mana shu narsalar mavjud. Narxlari akalar, oxirgi narxlari, undan kami yo'q. Oxirgi narxlari 26 million so'm bo'ladi akalar. Xo'sh, undan tashqari 11.25, 11.35 zuburlarimiz ham bor. Kattarog'ini so'raganlar uchun 42 million, 47 million so'mdan. Eski Vipiskalari ham bor akalar. Agar arzonrog'i kerak, dinamini o'zim qo'yib olaveraman yoki arzonrog'i shu eskisi ham yoki eski Vipiska traktorlari ham bo'laveradi deganlar uchun yana bitta assortiment. Bu eski Vipiska traktorlarimizda 24 million so'm hamda 25 million so'mdan qilib beramiz. Bu traktorlaringda hozir aytgan qo'shimcha narsalarim dinamlari, signal, faralari bo'lmaydi, ko'rib turganlaringdek. Hamda insho dastaklari bittalik, datchiklari yo'q. Pedallari, gaz pedallari o'sha oldingi, ko'pchilik biladi buni. Mana shu ko'rinishda bo'ladi. 24 million, 25 million so'mdan xarid qilaverasizlar akalar. Pluglari komplegida bo'lmaydi. Alohidadan 2 korpusli pluglari $100 turadi. Xo'sh, yana qanaqa ma'lumot kerak bo'lsa akalar, sizlarga kerakli bo'lgan joyini ko'rsatmay yoki aytmay ketgan bo'lsa, bemalol telefon raqamlarimizni yozib qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Keyin kommentariyalar yozyapsizlar akalar. Shu kommentariyalarga qaysi texnikaning narxi yoki ma'lumoti qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyalarga yozib ketsalaring, keyingi obzorlarimizda o'sha texnikalarni ma'lumot, obzor narxlarini aytib chiqaramiz akalar. Xo'sh, traktorimizni yonidan bitta ko'rsatib o'tib ketamiz. Mana shu. Qanaqa ma'lumot qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar akalar. Telefon raqamlarimizga bog'lanib, lokatsiyalar tashlab beriladi. Telegramdan bog'lansalaring, rollari mexanika holatda bo'ladi. Frezalari 120 lik. Texnikalarimizda hammasi
Xitoy texnikasi hisoblanadi akalar. Xitoydan ishlab chiqariladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Manzilimiz Namangan Sadoqatda joylashgan bo'ladi.